Arzonini oladiganlar bu o'zidan yeydiganlar bo'ladi. Agar kim o'zingizdan yegandan ko'ra, birovga qilgandan ko'ra o'zingizga qilganingiz yaxshi deb o'ylayman. Men qayerga borsam ham, kimga borsam ham faqat qimmatini, profilida ishi normalniy, profilida misol uchun 6 yillik kosmetologman deyishadi ko'pchilik. 3 yillik kosmetologman deyishadi, lekin profilida 100 ta ishi bo'ladi. Buni ko'rishadi, ha normal ekan deb. Yo'q, men unga qaramayman. Men kamida bir 1000 dan oshiq ishi bo'lsa, ko'raman, qarayman, ishi normalniy, otsiflar normalniy boraman. Ko'pchilik yangi chiqqanini bilishmaydi-da. 100 ta ish qo'ygan bo'lsa, 100 tasi normalniy bo'lsa, bo'ldi, borishaveradi. Lekin profilga kirib qarayman, nechinchi yil ochilgan, necha yildan beri ishlayapti. Borganimda gap so'ziga qarayman, u qanaqa kitob beryapti mana ошибкалаrimni, qatimga nima kerakligini qanaqa qilib beryapti. Ko'pchilik mana buni qilsak zo'r bo'ladi. Yo'q, menga u narsa yoqmaydi. Men o'zim misol uchun klientim keladi, dahanimni qilib bering, mamlatimni qilib bering, mamlatimni qilib bering deb nimani aytsa ham men qarab turib, yo'q, qilmayman senga bu narsani. Menga $200 bersang ham, $300 bersang ham men qilmayman. Senga faqat men bu narsani o'zi yetadi. Menda mana shunaqa texnika. O'shaning uchun ham menga klientlarim ishonib, siz ko'p narsa qilmaysiz, bitta narsani o'zi bilan chiroyli qilib berasiz deb ishonib kelishadi. Chunki o'ylayman, baribir ham qimmat narsa yaxshi bo'ladi. O'zimga xotlarim olsam ham, o'tga chetga chiqmoqchi bo'lsam ham, даже turi ham qimmatini olaman. Arzon turi olgim kelmaydi. $500 ga ham bor tur, lekin $3000-4000 ga ham bor. Turadigan, yotadigan joyiga qarab. Men qimmatini olishni yaxshi ko'raman. Arzonini oladiganlar bu o'zidan yeydiganlar bo'ladi. Agar kim o'zingizdan yegandan ko'ra, birovga qilgandan ko'ra o'zingizga qilganingiz yaxshi deb o'ylayman. Ko'pchilik o'zidan yeydi, ammasiga, xolasiga, tog'asiga qilishadi. Men xohlamayman u narsani. Birinchi bo'lib o'zingizga e'tibor bersangiz, o'zingizga qilsangiz, boshqalarni bor sizga qilishadi.